o'rtoqlar. Bolaligimdan katta bo'lgan uyimga bola chaqam bilan mehmonga keldim. 3 kundan so'ng oyim mahmonlari. Jonimga tegib ketdi hamma yo'llar. Yoyilib yotishini qaralaring bularni akkuratni qilib qo'ysa bo'lardi. Oy tinchlikmi? Mana bular shulishlaringni yig'ishtirlar, uylaringga ketlaring, o'zlaringning uylaring bor, balo bormi meni uyimda? Oy sizga nima xalaqit qilamizmi? Xalaqitmi nima qilsam, mana buni qarab, bu yoqda pamperslaring, bu yoqda kashalaring, bu yoqda butilkalaring, hamma yog'im rasvo qildinglar-yu. Biz ham yordam beryapmiz-ku. Balonlar yordam beryapsan. 2 metr tilingdan boshqa bir yordam borsanlarda. Qarashyapman o'sha yana, qaranglar, shunchalik ham bo'ladimi? Kechiring oyim. Bu yoqqa qo'yaversa, bunisini olib yechib qo'yaversa. Nima bilaringlar? Bu yoqda pampers, bu yoqda kasha. Astag'firulloh, voy. Yig'ishtirib charchayman, ey. Asalaring, asalar. Bolalarning narsalari yoyilib yotadi, qaramaydi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? No'y sanlarim, aysanlarim. Qachon ketasizlar?